Assalomu alaykum. Yana shu Xbet onlayn qimorga kirib qolish to'g'risida chuqurroq ma'lumot bering deyishgandi. Avvalgi shu Xbet haqidagi videomizdan keyin ko'p murojaat bo'lyapti. Ko'pincha shu o'ynaganlarni ota-onalari, aka-ukalari telefon qilib, nimaga shundan kirib qolyapmiz, qanday shuni olib chiqsak bo'ladi, o'zi ko'nmayapti davolanishga deb savol berishadi. Ya'ni ko'pchilik yozadiki savolni, o'zi nimaga kirib qoladi shu Xbetga, nimaga shundan chiqib ketolmaydi, shuni mexanizmi qanaqa deb so'rashadi. Endi agar buni mexanizmini qanday shunga kirib qolishni tushuntiradigan bo'lsak, uzoqdan olib kelish kerak bo'ladi. Bunda asosan hamma yer yuzidagi insonlarda ishlaydigan bir nima bor, prinsip bor. Jon saqlash instinkti. Ya'ni o'limdan qo'rqish, jon saqlashda uchun o'liga qo'rquv, asosiy fundamental tuyg'u qo'rquv. Mana hozir o'ylash mumkin, bu qo'rquv bilan qanaqa aloqasi bor Xbetga, bunaqalar. Nafaqat Xbet, butun jamiyatimizni nimasi shunga qurilgan asli, fundamental qo'rquvga. Sport ham oddiy, futbol, boks, kurash, har qanaqa sport, har qanaqa nimadagi holatlar ham mana shu asosida qo'rquv yotadi. Mana aytish mumkin, qanday bu aloqasi bor futbol bilan, boks bilan qo'rquv yoki Xbet bilan yoki narkomaniya, alkogolizm, shunaqa nimalar. Hammasida tagidagi fundamental qo'rquv. Buni mantiqiy tushuntirish uchun uzoqdan olib kelamiz, tushunib olish uchun. Va shunga yetib boradi o'zi nimaga shu Xbetga kirishini sababida. Nimaga qo'rquv, jon saqlash instinkti. Hammamiz ham yer yuzida 8 milliard odam qanaqa bo'lsa, hammasini miyasi, psixikasi bir xil ishlaydi. Agar buni ochib qaralsa, o'sha Amerikadagi, Afrikadagi insonlar, Yaponiyadagi insonlar yoki biz o'zbeklar bilan miyamizni ochib ko'rsa, xirurg ham ajrata olmaydi bu kimning miyasiligini-da. Chunki hamma a'zolar shu miya ichidagi nimalar joyida bir xil. O'sha mindalina deyiladi, mayda qo'rquv beradigan, hali orqa miya deyiladi, visochniy doля, korteks, miya po'stlog'i, yarim sharlar, chap yarim shar, bosh yarim. Bir xilda, hech qanaqangi farqi yo'q, hech qanaqangi. Faqat farqi shularga berilgan keyinchalik tarbiya, informatsiyalar, sotkaga bir ishlashga kirgizgan ma'lumotda qanday. Shundan farq qiladi xolos. Bu Yaponiya, Fransuz ham, o'zbek ham, afrikalik ham. Endi qarangda, butun yer yuzidagi shu insonlar ilonni ko'rganda cho'chib ketadi, qo'rqadi. Atak u umrida ko'rmagan bo'lsa ham, birinchi marta ko'rgan bo'lsa ham, birov aytmagan bo'lsa ham instinktivni qochadi, qo'rqadi. Chunki o'sha million yillar davomidagi ajdodlarimizni nimasi genimizda qolgan qo'rquv. Ya'ni qonimizda bor deydi-yu. Shu narsalar bizning instinktivni shu narsadan qochadi jon saqlashga. Qo'rquv, mana bu ham qo'rquv. Keyin butun yer yuzidagi odamlar nimagadir yomg'irda, bir yomg'irli havoda o'zini xotirjam his qiladi. Ya'ni o'sha paytda qo'rquv ketadi. Endi nimaga bo'lmasam butun yer yuzidagi odamlar shu yomg'irda yoqtiradi, bir spokойно xotirjam bo'ladi o'ylash mumkin-da. Chunki bunda ham mana ajdodlarimizdan qolib ketgan o'sha genimizda bor tuyg'u. Ilgari o'sha qadim zamonlarda yirtqichlar juda ko'p bo'lgan, dinozavrlar, boshqa nimalar, sherlarmi, ular hammasi yomg'irda ovga chiqmagan. Hammasi inida yotgan. Va xavfsizlikda uni bilgan ajdodlarimiz o'sha paytda o'zini yengil his qilgan, qo'rquv bo'lmagan, xotirjam his qilgan. Mana shu xotirjamlik hissi million yillar davomida bizning qonimizga o'tib, genimizga o'tib bizga kelgan. Biz ham bu yer yuzidagi inson, shu 8 milliard inson yomg'irda xotirjam bo'ladi, yoqadi, mazza qiladi. Qo'rquv ketadi chunki. Qo'rquvni yengish odamga xotirjamlik beradi va mazza qilishga nimasini, hissiyotini beradi. Endi yana nimaga olib kelyapman? Yana shunaqangi qorong'ilikdan qo'rqish. Qorong'i bir daraxtzorda kunduzi qo'rqmasak ham kechasi qandaydir cho'chish bo'ladi-da, instinktivni. Bilamiz, hech kim yo'q, baribir qorong'ilikka kirgisi kelmaydi. Yosh bola ham, katta odam ham. Bu ham o'sha ajdodlarimiz taqaladi, million yildan beri biz genimizga o'tib qolgan qorong'ida kechasi hamma g'orda, ajdodlarimiz g'orda o't olovda biqinib yashagan, jon saqlab, va kechasi yirtqichlar ovga chiqqan. Har qanaqa yirtqich kechasi o'qiladi. Bu ham mana shu instinktimizda qolib ketgan. Bular bizni o'zimiz bilmasak ham bizni boshqaradi shu qo'rquvlar. Fundamental. Endi mana aloqasi yo'q deb o'ylagan futbolga olib kelaylik.
boksga olib kelaylik. Nimaga? Bunda ham mana shu maqsad qo'rquvni yengishga bo'lgan narsa. Ya'ni unda yutsa, yengsa, futbolda yutsa yo boshqa bo'lsa mashhurlanadi, ya'ni u status oshadi. Statusni oshirib shuna ustunlikka erishadi. Boksda ham ustunlikka erishsam deydi, YouTube ham men ustunman deydi. Kurashda ham ustunman deydi. Yengsa xursand bo'ladi. O'shali chunki u qo'rquvni yengib ustunlikka erishdi. Ya'ni ustunlikka erishish ham o'sha qadimiy ajdodlarimizdan qolib kelgan. Ustunlikka erishgan kim bo'lgan? Vajak bo'lgan, qabilaning boshlig'i bo'lgan. Ya'ni u och qolmagan, ochlikdan o'lmagan o'sha paytda. Unga doim ovqat topilgan, uni yaxshi himoya qilishgan. O'z-o'zidan unda o'sha vajaklikka erishish uchun qo'rquvni yengib erishgan. Shu qo'rquvni yengishga bo'lgan ehtiyoj bizda bor. Mana shu ehtiyoj bizni sportlarga undaydi. Futbolga qiziqish, futbolga o'ynash, boksga, hamma sportda nimasi shunda boylikka intilish ham. Boy bo'lsa ham qo'rquvni yengib, chunki och qolmay o'shaligi unda nima borda, resurs borda och qolmaslikka, ochlikdan o'lmaslikka. Boy bo'lsa xotirjam bo'ladi, qo'rquv ketadi. Pulni yo'qotib qo'ysa yana qo'rquv tushadi. U endi nima qilaman degan. O'z-o'zi instinktivni. Hamma narsa shu qo'rquvni yengishga, ya'ni qo'rquvni yengib ustunlikka erishishga bo'lgan ehtiyoj bor bizda. Qadimdan bu butun yer yuzidagi insonlarda bir xil ishlaydi. Psixika shuni ishlaydi. Buni biz bilmaymiz, podsoznательный. Nimaga bu sportga qiziqaman, u deb yuraveradi. Lekin instinkt bizni shunga majbur qiladi. Shu ustunlikka erishishga, sportga. Mana endi nimaga olib kelib, ya'ni qo'rquvdan qochish uchun ustunlikka erishish eng kuchli ehtiyoj ekan. Ustunlikka erishish uchun biz nima qilamiz? Yo sport qilamiz, yo boksga, shunaqa. Bunga erisha olmagan, kuchi yetmagan, masalan, hamma bokser bo'la olmaydi, hamma zo'r futbolist bo'la olmaydi. Uni o'sha ustunlikka erishish uchun nimadan axtaradi o'zini? Ana Xbetga kiradi mana. Xbetga kirsa, erta virtual dunyoda ustunlikka erishish mumkin. Avval pul bilan o'ynamasa, bir kompyuter o'yinlarida yutsa ustunlikka erishadi. Unga kuch kerak emas-ku. Unga bir futbol, bir talant bo'lish kerak emas. Yoki bo'lmasam pul tikib o'ynaganda pulni yutsa, mana nima ustunlikka erishdim, men boshqalardan aqlli ekanman, aqlim bilan mana shuna kombinatsiyalar bilan topdim degan instinktivniy ustunlikka erishgandaqa bo'ladi, ya'ni qo'rquv ketadi. Qo'rquvdan qutuladi, ya'ni xotirjamlikka erishadi. Ko'rdingizmi, qo'rquvdan qochish uchun mana shu asli surishtirib kelsa, o'shanaqa ekspertga kirish ham, narkomaniya nimalarga kirib ketishlar ham asosi nimasi shunda ehtiyoji. Demak, bundan kelib chiqyaptiki, kim mana shu ekspertga kirayotgan bo'lsa, o'zi bilmagan holda unda qo'rquv bo'lgan. O'sha qo'rquvni yengishga intilish bo'lgan, unda o'sha qo'rquvni yengish uchun unda ehtiyoj bo'lgan. Shu ehtiyojni boshqasidan topolmagan, sportdan topolmagan, yo boks nimadan, yo futboldan boshqa narsa, yo bo'lmasam bir ishlab bir pul topib aynan bo'lib ketmagan. O'z-o'zidan hali ehtiyoj buni aralaydi, egovlaydi ichida. O'zi bilmagan holda, o'zi sezmaydi. Keyin nimadir bo'ladi, qiziqib shu bir o'yinga bir o'rtog'idan qiziqib kirib qolsa, shu Xbetga bir qiziqib o'ynasa, o'zida ana shu ustunlikka bir nimani erishgandek bo'ladi. Ya'ni ustunlikka erishishni o'sha yerdan axtaradi. O'sha Xbetdan, o'yinlardan ichiga sho'ng'ib ketadi, miyasiga kirib ketadi. Hayoti o'sha yerda bo'lib qoladi. Va o'sha yerda o'zini o'sha ehtiyoji qongandek bo'ladi. Ya'ni qo'rquvdan qochish, ustunlikka erishish, ba'zi bir instinktivni hamma insonda bor narsani mana shu yerdan axtaradi. O'zi bilmaydi buni va shunga kirib ketib qoladi. Asosiy sababi shunda. Shunga qiziqishi, ba'zi shunaqa nimalardan manipulyatsiya foydalanib, mana shu qimor o'yinlar, boshqalar shunday tashkil qilinadi. Bunga любой inson ilinishi mumkin. Men ilmayman deb bo'lmaydi, chunki hammamizda bor, menda ham, sizda ham shu narsa bor. Faqat shuni осознанныйga olib chiqsa, ildiziga yetib borsa, nima uchun shunga kirganini bilsa, undan qaytishni yo'lini ham topish mumkin bo'ladi. O'shaning uchun mana ota-onalar, opa-singillar, ukalaring, o'g'illaring shu o'yinga kirayotgan bo'lsa, bekorga emas. Nimaga kirdik ekan, uni o'ylamanglar. Bunga hamma ilinib qolish mumkin. Ayniqsa o'ziga ishongan, shu aqliy tomondan men zo'rman, men shu yerdan zo'r pul topaman deb aynaqa nima qilib qolganlar, o'ziga ishongan, bilimli, ko'p nimalar shunga tushadi. Ancha unaqa bilim unga ishonmasa, boksga boshqa narsaga kirib aynan qilishi mumkin, u kuchiga, talantga, lekin kuch tomondan, bu tomondan bo'lmasa, ehtiyoj bor, ehtiyojni qondirish kerak, o'z-o'zidan ekspertga kiradi. Даже mana ne только men ekspert dedim, bitta hayron bo'lgan bo'lish mumkin. Narkomaniya, alkogolizmda nima farqi bor? Bu uchalasi bir xil zavisimiz-ku. Narkomaniya bilan alkogolizmda nima bo'ladi? Bunda o'sha o'zidagi ehtiyojni boshqa tomondan topolmagandan keyin shu narkotik yoki aroq emasda topadi. Ya'ni o'sha holatda u qo'rquvni yo'qotadi. Ichgan odam qo'rqqanini ko'rasiz, hech nimadan qo'rqmaydi, to'g'rimi? Navbaro sher bo'lib ketadi.
Mana qo'rquvdan qochish uchun keyin u mazza ekan o'sha holatni yana takrorlagan keyin yana aroq ichadi. Narkoman ham shunaqangi. Narkomaniyada ham shu eyforiyada o'zini she'r his qiladi, bu dunyoni ustuni hisoblaydi va shu holatda o'zini kayf qilgan uchun hali qo'rquvdan qochgani uchun yana shuni sog'inaveradi, xumorlikka lomkaga tushadi. Ekspertda ham shunaqa lomkaga tushadi. O'ynamayman desa yana o'sha oldingi holatlar ustunlikka intilish yana o'zini tortgani uchun o'shaga tortaveradi. Alkogolizm ham xuddi shunaqangi. Ichganda she'r bo'lib ketadi, qo'rquvni yo'qotadi. Mana logotipga olib kelsak, mana shu instinktlarimiz mana shu yerga olib kelayotganini shu tushunib olish kerak. O'shaning uchun bekka men ilmlayman deb bo'lmaydi. Bu inson ilmib olish mumkin. O'ziga ishongan, aqlli, har qanaqa inson shu yo'lga bir qiziqib kirsa, tortib ketadi. Takishto men aqlliman, ma'lumot o'zim bosib olaman degan ham amal qiziqib ham kirish kerak emas. Yengil, men pul tikmayman deb shunday qiziqib ham ko'rish kerak. Mana internetda chiqadi, menga ham chiqadi. Ekspert o'ynang, poker klub, bunday qiling, bunday qiling, ya'ni kazinolar u qiziqish paydo bo'ldimi, kirdingizmi tortadi sekin. Bizda shuni bilganimiz uchun, anasiga ham ha deb mexanizmini bilganimiz uchun qiziqish ham bo'lmaydi, kirmaydi ham. Mana shu narsani masalan biz mana shu videoni tarqatib, hali kirmaganlar ham ko'rsa juda foyda bo'ladi. O'z-o'zidan bilish mumkin, ha, shuning uchun shu mexanizm tortib ketar ekan deb qiziqishini boshidan o'ldirish kerak, mana shu ekspertga qiziqishini. Alkogolizmga, narkomaniyaga mana shu usullar bilan ishlash mumkin. Bu narsalar nima aytyapman? Chunki ko'pchilik baribir kelmaydi-da bizga psixolog, to'g'risini aytay. Ota-onalari telefon qilib yig'lab aytadi, mana o'g'lim kim nima qilyapti, olib keling desa, kelmayapti, yo o'zim chiqaman deyapti, yashiryapti. Ilojimiz yo'q, biz majburlab olib kelib unda ola olmaymiz. Balki shuni orqasidan bemalol hech qanaqa kelmasdan ham o'zi qaytib qolishi mumkin yoki endi kirayotganlarga foydali. Ana shuni shu tarqatilsa, hali kirmagan, kuchaymaganlarga juda foydali bo'ladi. Bu juda katta yomon balo bu ekspert. Bu bilasizlar, aytib o'tirishim kerak emas, qanaqa balolarga olib kelishini, kulfatlarga. O'zini hayotdan umid o'zim endi o'lib qutulaman degan holatgacha olib kelishi mumkin. Shularni oldini olish uchun mana shu narsalarni qilyapmiz shu podkastlarda. Eplaganimizcha qanaqa bo'lsa ham. Chunki bu narsalar baribir televideniyada aytilmayapti, boshqa aytilmayapti. Shuni tarqatinglar, iloji boricha to'xtab qolish uchun, keyin ota-onalar yig'lab yurmasin. Ularni olib kelish qiyin bizga. O'shaning uchun oldini olish uchun profilaktika yuzasidan aytilyapti bu narsalar. Logistika tushungan bo'lsalaring, ildizida qo'rquv yotadi, qo'rquvdan qochishga bo'lgan ehtiyoj, intilish yotadi. Hamma narsa sportda, futbolda, boksda, shu alkogolizmga kirib ketishda, shu ekspertga kirib ketishda va shundan tushunib turib, nima ehtiyoj shunga nima qildi, boshqa topolmadi yoki boshqa yo'lga burish kerak. O'sha ehtiyojini boshqa narsadan topishga olib chiqish kerak. Shunda ekspertdan ketadi. Tasavvur qiling, masalan, hamma ehtiyoji qongan, o'zini rosa baxtli his qilgan odamga o'yin kerak emas-da. Narkotik ham kerak emas, qiziqmaydi, kerak emas. Men o'zim kayfli deydi, men baxtliman deydi. Aroq ham kerak emas. Men kayfli, mendan emas, nima qilaman buni deydi, qiziqmaydi ham. Ekspertda ham nima qilaman, menga pul ham kerak emas, hech qiziqmayman deydi, ne interesuет deydi. Chunki baxtli his qilyapti o'zini. Hamma ehtiyoji qongan. Tushunyapsizmi? Demak, hamma ehtiyoji qongan baxtli odam hech qachon o'ynamaydi, tortalmaydi ham hech kim o'yinga. O'ynayaptimi, demak o'zi bilmagan holda qanaqadir ehtiyoji qonmagan, ya'ni o'zini baxtsiz his qilgan va baxtni o'sha yerdan topgan как будто-da endi. Nu shuni bilsa, agar o'zi ham o'ylashi mumkin, analiz qilib. Masalan, shu videoni o'ziga ham qo'yib bersalar. Qaytmoqchi bo'lsa, meni nima majbur qildi, qanaqa ehtiyojim qolmadi ekan. Ya'ni shu nima menda qo'rquv bor menda. Daji qo'rquv, mana ko'p ovqat yeyish, semirib ketish ham shunga olib keladi. Bu ham zavisimizda. Mana bunday ham o'ylaysiz, bunda nima sabab ekan? Qo'rquv qanday bog'liqligi bor-da shuni. Juda katta bog'liqligi bor. Bu ham yana o'sha ajdodlarimizga taqaladi. Ajdodlarimizda doim ov yaxshi bo'lmagan. Doim ovqat bo'lmagan. O'sha paytda qanchadir muddat 3 oylab, 4 oylab ochlik zamonlari bo'lgan. O'sha ochlik zamonlarida ozg'inlar oson o'lib ketgan. Ko'p ovqat yeb, ko'proq jir to'plagan, energiya to'plagan odamlar tirik qolgan. Ilgari zamonda, qadim zamonda semiz odamlar sirasi bu boy ekan degan. Bu boylik alomati bo'lgan. Ya'ni ochdan o'lmaslikka zapas bo'lgan. Bu instinktivni miyamizda qolib ketgan, qonimizda, genimizda. O'shaning uchun qo'rquv bo'lsa, odam shu qo'rquvni yengish uchun, hali qo'rquvdan qochish ehtiyoj qondirish uchun ovqat yeyishga tushadi. Asabiylashganda, stressda, qo'rquvda o'zi bilmagan holda ovqat yeyveradi. Shu bilan o'shanda xotirjam his qiladi. O'zini qo'rquv ketganda bo'ladi. Shuni oqibatida keyin tinmay ovqat yeyishga o'rganib qoladi. Ko'p ovqat yeyishga, o'ziga kerak bo'lmasa ham semirib ketadi. Mana shu narsa ham mana asosiy qo'rquvga sabab bo'ladi. Qo'rquvni sababli ehtiyoji.
O'shaning uchun stressdagi odamlar ko'p semirib ketadi. O'sha semirgan odamlar ham keyin dieta qilsin, boshqa qilsin qiynaladi. Chunki dieta bo'lgan vaqtda yana qo'rquv keladi, yana bilmasdan yeb qo'yadi, joyiga yetib olaveradi. Yoki sport bilan ozaman desa ham baribir u dietani to'g'rilamaguncha, ovqatni kamaytirmaguncha u ozmaydi. U ham ildiziga borish kerak. Nimaga men shundan stress bo'ldim, nimadan qo'rqdimki men shundan ko'p ovqat yeyapman. Uni ham ildiziga borilsa va u shundan ham chiqib ketadi. Bu bunaqa har xil yangicha dietalar, bunaqa azdravительный ozaman deganlari vaqtinchalik effektda. Ildizini yo'qotmaguncha, ildizdagi o'sha qo'rquvni yo'qotmaguncha semirishdan ham qutula olmaydi. Mana shu semirish ham bu ham zavisimiz. Alkogolizm, narkomaniya, ekspertga qaramlik. Buni ko'p ovqat yeb ketish ham bular hammasi zavisimiz. Ozmoqchi bo'lib yurganlarga ham jo'natishlari mumkin. Ular ham o'sha asl sababini rishat qilmaguncha bu narsadan chiqib keta olmaydi. Dieta, sport vaqtincha zerikadi yoki dietani ham to'xtatadi. Yana oldingidan ko'p ovqat yeydigan bo'ladi. Chunki ildizi qo'rquv yo'qolmaganda. Agar logika tushuntirilgan bo'lsa ham, agar shuni tushungan odamga ta'sir qilgan bo'lsa, tarqatinglar va oldini olib qo'ygan bo'lamiz. Kimdir balki suitsiddan olib qolarmiz. Bu katta savobku, to'g'rimi? Kimdir agar shu narsaga kirishdan oldin olib qolsak yo oxirgi holatlarga, o'limga olib bormay, oilasida tiklab qolish mumkin. Ota-onalar, aka-ukalar, mana ukalaring shu o'ynayotgan bo'lsa, o'g'illaring kelmaydi, olib kelolmaysizlar, yo'q deydi, ko'nmaydi, majbur olib kelolmaysizlar. Yaxshilab tushunib olinglar ildizini sababini va unga qarab treshing qilish mumkin. Va agar yana savollar bo'lsa, bemalol beringlar, yozinglar kommentariyada. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz yaxshilik uchun. Sog' bo'linglar, rahmat.